Bir hadis bor, mashhur hadis. Ibn Majah rivoyat qilgan. Unda Rasulimiz alayhisalom aytadilar: "Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din." Ey odamlar, diningizda haddingizdan oshmang. Sizdan avvalgilarni dinida haddan oshishlik halokatga olib bordi dedilar. Avvalgi ummatlarni dinida haddidan oshishlik halokatga olib bordi. Shuning uchun sizlar haddinglardan oshmanglar deyaptilar payg'ambarimiz. Mana shu haddimizni bilishimiz lozim. E'tiqod masalasida bo'lsin, amaliyotda. E'tiqodiy masalada haddimizdan oshmayotgan bo'lsak, Alloh o'zi bizni hidoyat qilsin. Lekin amalda haddidan oshish holatlarini ko'ryapmiz. O'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Hatto shu darajada bo'lyapti. Bir xilgilar aytaylik, tilla otishib qo'ygan yoki tishlariga plomba qilgan odamlarni orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi degan gaplarni ham gapiryapti. Nimaga desiz, suv tegmaydi, tahorati o'tmaydi, g'usuli o'tmaydi. Hujjatingiz qayerda? Dalilingiz qayerda? Bu din sizni o'zingizni kallangizga, aqlingizga kelgan gap bilan hal bo'ladigan narsa emas-ku. Kim sizga huquq berdi bunaqa? Yo'q, endi o'zicha o'ylanib aytyapti. Yo'q, siz o'zingizcha o'ylansangiz qancha gaplar chiqadi? Biz aytamizki, yo'q birodar, bo'ladi. Chunki bizning hujjatimiz bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalaridan birlarini burnini qilich kesib yuborganda, uni o'rniga birinchi temirdan burun yasagan. Keyin u hidlanib ketgandan keyin tilladan yasalishlikni buyurilganlar. Ana bundan keyin tilladan burun qilib, mana shundan qiyos qilib aytadiki, modomiki bitta a'zoga shunga ruxsat bergan ekan, tishga ham shu hukm. Fatvo shunaqa olinadi. Bu ham haddidan oshish. Keyingi paytda haj va umra masalasida ham haddidan oshish. Hajdan kelgan, umradan kelgan odamlarni ortiqcha darajada ulug'lashlik. Bu ham haddidan oshish. Kilometr uzoqdan oyog'ini tayinga poyandoz solishlik. Yana qanaqadir bir narsalarni qilish, yosh bolalarni olib kelib og'ziga tupurtirish, va hokazo. Mana shular ham hammasi haddidan oshish. Bunaqa narsa qilinmaydi. Aksincha, Allohning baytidan kelgan bo'lsa, ziyoratini qilib duosini oladi. Bundan ortiq yo'q. Bu ham haddidan oshish. Ota-onani hurmat qilishlikda ham haddidan oshishlik bor ekan hozir. G'uluvga ketishlik, hatto bunda ham g'uluvga ketib bo'lmaydi. Qanday qilib? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Bir odam onasini oyog'ini yuvib, suvini ichyapti. Dinimiz bunga buyurmagan. Ota-onani hurmat qilish degani oyog'ini yuvib, suvini ichishlik emas. Ota-onani hurmat qilish degani Ka'bani oldiga olib borib, butun dunyoga ko'rsatib, hammaning oldida oyog'ini o'pish emas. Uni xizmatini qilish, uni rozi qilish, uni duosini olish. Bundan ortig'i g'uluv aziz. Kiyim kiyinishlik madaniyatida ham haddimizdan oshyapmiz. Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. Soqolini uzun qilib qo'yib, oyog'ini, poychasini kalta qilib olsa bo'ldi, shu taqvo. Mana shu taqvo deb o'ylayapti. Soqol sunnat, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin mana shuning o'zini chiroyli qilib turishlik, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning sahobalari va bizning mazhab ulamolari juda ko'pchilik ko'rsatmalarida ayni mana shu soqol bobida aytadilarki, soqolni bir qabzadan ortiq qilmaslik, chiroyli qilib turishlik, tartibga solishlik, uni chekasidan pastidan bo'lsin olib chiroyli qilib turishlikka tavsiya qilinadi. Bu bizning mazhabimizning ulamolarining ko'rsatmalari. Umuman soqol chiqmagan odamlar bo'lishi mumkin hayotida. Bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir bunga ham mahkam osilib, mana yoshlarga aytyapmiz, iltimos qilib tushuntiryapmizki, siz soqolingizni chiroyli qilib kalta qilib oling. Bir narsani bilish kerak. Bu gapirayotgan gaplar, minbarda turib aytilayotgan gaplar omonat. Buning uchun qiyomatda javob beramiz. O'z-o'zidan gapiriladigan gap emas bu azizlar. Dindan gapiryapmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan bizga qolgan qoida bor. Islom dinida azizlar, ma'lum bir forma qabul qilinilmagan.
Mumkin emas bu. Bu bitta millatni dini emas. Bitta iqlimga kelgan din emas. Geografik nuqtai nazardan Arabiston ham bor, issiq joy. Yoki bo'lmasa butun umr qish bo'lib yoz bo'lmaydigan o'lkada ham musulmon bor. Butun umr qish bo'lmaydigan o'lkada ham musulmon bor. Agar hamma bir xil forma, bir xil kiyimda bo'ladigan bo'lsa, mashaqqat bo'ladi musulmonga. Din mashaqqat emas. Din bu yengillik. Hamma mana shunday bir kiyim kiyish kerak. Mana bunday joyda bunday qilish kerak. Bunaqa narsa yo'q islomda. Yo'q bunaqa narsa. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Alloh taolo sizlarni ko'rinishingizga, la yanzuru ila suwarikum va amvalikum, sizlarning suratingizga, mol dunyoyingizga qaramaydi. Sizlarning taqvoyingizga qaraydi deganlar. Allohdan qo'rqishligingizga qaraydi. Allohdan qo'rqishlik, taqvo bu kiyim bilan o'lchanilmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom payg'ambar bo'lishlaridan oldin nima kiygan bo'lsa, payg'ambarliklarda ham shu kiyimida qoldilar. Musulmon bo'lding, mana bu formaga o'tishning kerak degan gap yo'q aslida. Bu umum insoniyat uchun yuborilgan. Arablar o'ziga xos kiyimini kiyadi. Turklar o'ziga xos, Indoneziya, Malayziyadagi musulmonlar o'ziga xos kiyadi. Urfiga, odatiga, o'zbeklar o'ziga xos kiyadi. Islom nimani o'rgatadi? Islom kiyimda ham me'yorni o'rgatadi. Haddini o'rgatadi. Haddingni bil. Behayo bo'lib butun dunyoga sharmanda bo'ladigan kiyimini ham kiyma. Yoki bo'lmasa qop-qora bo'lib arabcha bo'lma. Bekitish kerak bo'lmagan joylarda bekitishga buyurilmagan, buni qilma. O'sha islomda odobi me'yorida satr avrat deymiz. Berkitishlikka buyurilgan joylardan ortiq joyda berkitmasdan taqvoda turishlikka, ya'ni me'yorga talab qiladi. Hadni bilishlikka tayyor qiladi. Bizning mazhabimiz azizlar, ayollarni yuzini berkitishlikka buyurmagan. Ayollar ma'lum bir kiyimni kiyishlikka ham buyurmagan. Qora kiysin, yuzini berkitsin, qop-qora qilib olsin, hatto qo'liga qo'lqop taqib olsin degan narsa bizni Hanafiy mazhabda ko'rsatmasida yo'q. Bizning mazhabda ayolning yuzi avrat emas, qo'llari avrat emas, qadamlari avrat emas va ular uchun ham ma'lum bir kiyim talab qilinmaydi. Faqat avratni berkitishlik me'yori talab qilinadi. Boshqa narsa yo'q. Agar bundan ortig'ini qiladigan bo'lsa, o'sha biz aytgan haddidan oshishlikka kelib chiqadi. Hozir shuni gapirsangiz, betaqvolikda ayblayaptilar. Qolaversa, o'sha jamiyat ichida yurgandan ortiqcha qilishlik aksincha odamlarni o'ziga jalb qiladi. Nima edi o'zi maqsad satr qilishlikdan? Boshqalarning ko'zidan o'zini ehtiyot qilish edi. Lekin hammadan ajrab boshqacha bo'lib olishlik aksincha o'ziga qaratyapti. Aksincha fitnaga sabab bo'lyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'rgatganlardek. Bizni mana Al-Lubob fi sharh kitob Muxtasar Quduriyning sharhida wal badanul mar'atul hurra kulluhu awra illa wajhaha va kaffayha va qadamayha. Mana aytayapti. Ayol kishini yuzi, qo'llari, qadamlari, kiflari bu avrat emas, bu berkitilmaydi degan. Islom dini azizlar bizga kirib kelgan paytda ko'p ziyolilar o'tiribsizlar, yoshlar o'tiribsizlar. O'qib o'rganinglar. Ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz islom dinini qabul qildilar. Arab bo'lishdi emas. Islomni qabul qildilar. Millatni emas. Millat saqlanadi. Millat bu Alloh bizni o'zi turli millat elat qilib yaratdi. Allah Qur'onda aytadi: "Estaizu billahi ya ayyuhan nas inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu." Mana Alloh aytayapti: "Ey odamlar, biz sizlarni erkak va ayoldan Odam va Havodan yaratdik va turli millat elatlari qilib qo'ydik. Bir-biringizni tanishligingiz uchun." Ammo taqlid nuqtai nazardan boshqa millat boshqaga o'tilmaydi. Mana shu an'ana asrlar davomida bizda keldi. Endi bizda nima bo'lyapti? Bir marta umraga borib kelgan odam arabga aylanyapti.
Musulmon o'zini odobi bilan, o'zini axloqi bilan musulmon bo'lsin.